Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti yangiliklarni taqdim etishda davom etadi. Studiyada men Muhayyo Murtazayeva. Xabaringiz bor, shu kunlarda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rahbariyati oliygohning Nukus filialiga tashrif buyurdi. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rahbariyati mazkur filialga tashrif buyurib, faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tashrif davomida filialning bir qator professor o'qituvchilari va rahbarlari samarali mehnati uchun tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Madaniyat va san'at menejmenti kafedrasi dotsenti Vahob Rustamov Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xumson mahallasidagi zamonaviy Olmos dam olish maskanida Adliya vazirligining yuridik texnikumlaridagi o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan yilning eng yaxshi o'qituvchisi hamda eng iqtidorli o'quvchi tanlovining respublika bosqichida hakamlar a'zosi sifatida ishtirok etdi. Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati kafedrasi mudiri, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori Iqbol Meliqo'ziyev hamda bir qator o'qituvchilar Infaktor.uz ilmiy nashrlar portali tomonidan Madaniyat va san'at ilmiy jurnalining tahrir hay'ati a'zosi ekanligi to'g'risidagi sertifikat bilan taqdirlandi. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida yangi O'zbekistonda yangilanayotgan konstitutsiya mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda jamoat xavfsizligi oliygohidan tashrif buyurgan mehmonlar ishtirok etishdi. Jumladan yuridik fanlar doktori professor Isomiddin Ismoilov, pedagogika fanlar doktori professor Ro'zmat Mahmudov hamda psixologiya fanlari nomzodi dotsent Ismoil Haydarov yangilanayotgan konstitutsiyamizning mazmun mohiyati, uning inson va jamiyat hayotida tutgan o'rni haqida fikr mulohazalarini bildirdi. Qolaversa, yaqinda o'tkaziladigan referendumda barcha yoshlarni faollikka va befarq bo'lmaslikka chaqirdi. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga Rossiyaning Chelabinsk Davlat madaniyat institutining xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Nikolayeva Lyubov Aleksandrovna tashrif buyurdi. Lyubov Aleksandrovna ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor professor Sobir Jumayev bilan ham oliygohlar o'rtasida imzolangan shartnoma bo'yicha hamkorlik ishlarini muhokama qildi. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rektor vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov tomonidan kafedra mudirlari va barcha mas'ullar ishtirokida hafta davomida belgilab olingan vazifalar ijrosi, may oyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan festivalga tayyorgarlik jarayonining borishi va boshqa muhim masalalarga bag'ishlangan axborot soati bo'lib o'tdi. Axborot soati davomida belgilab olingan muhim vazifalar yuzasidan tegishli mas'ullar hisoboti eshitilib, qo'shimcha tavsiyalar berib o'tildi. Bundan tashqari, tijoratlashtirish bo'yicha barcha kafedra mudirlarining hisoboti ham muhokama qilindi. Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati kafedrasi kinoteleoperatorlik ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi Qadamboy Gulmirzayevning kinoteleoperatorlik mahorati fanidan Shumbola badiiy filmidan bir epizodni fotoraskadrovka, ya'ni dramaturgik sun'iy chiroqlar yaratib, badiiy yorug'liklardan foydalanishni talabalar hamkorligida kinotelevideniya san'atini chuqur o'rganibgina qolmasdan, kinoteleoperator, aktyor, rassom, montaj ustasi, rejissyor hamda animator talabalar sohaning sirlarini ham mualliflikda o'rganib birgalikda fotofilmni yaratdilar. Endi xuddi shu ko'rinishda o'xshab olish kerak. Shu yotibda turib hamma narsani bajarib, dorini olib, yotib olguncha fotofilmning timerini Selam, çekmeyiz.
Ovoz rejissyorligi va operatorligi mahorati kafedrasi dotsenti Shuhrat Omonmurodovning ilmiy ishlari xalqaro ilmiy tadqiqot tanlovlarida munosib e'tirof etilib, diplom va sertifikatlar bilan taqdirlandi. Joriy yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti ovoz rejissyorligi va operatorligi mahorati kafedrasida Respublika musiqa va san'at kollejining 2-kurs kinoteleoperatorlik yo'nalishi o'quvchilari diplom oldi amaliyotini o'tash uchun tashrif buyurdilar. Amaliyot davomida kafedra mudiri professor Iqbol Meliqo'ziyev amaliyot jarayonida o'quvchilarga kinoteleoperatorlik, rejissyorlik va animatsiya rejissyorligi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha trening hamda amaliy mahorat darslarini olib bordi. Bundan tashqari O'zbekiston 13 va san'atda o'rnini topganlar ko'rsatuvini tasvirga olish jarayonida ko'rsatuv mehmoni xalq hofizi dotsent Orol Mirzo Safarovning hayoti hamda ijodi haqida o'quvchilar yaqindan tanishib, 2 soat davom etgan tasvirga olish jarayonlaridan amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldilar. O'zbek madaniyati va san'atini xorij mamlakatlariga targ'ib etish yo'lida joriy yilning 7-aprel kuni O'zbekiston Davlat jahon tillari oliygohida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti hamda O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti o'rtasidagi o'zaro hamkorlik to'g'risidagi memorandumni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur memorandum o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida tuzildi. Tadbirda ikkala oliygoh rahbariyati, professor, o'qituvchilar hamda talaba yoshlar ishtirok etdilar. Mazkur memorandum o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida tuzildi. Bundan ko'zlangan maqsad ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasida madaniy-ma'rifiy aloqalarni o'rnatish, yoshlar bilan ma'naviy ma'rifiy ishlarni yuqori saviyada olib borishni tashkillashtirish, mazkur yo'nalishdagi loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan uzoq muddatli, samarali va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Shuningdek, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida xalqaro turistlar uchun tayyorlanayotgan o'zbek milliy san'atini namoyish etishda, O'zbekiston Davlat jahon tillari oliygohida tayyorlanayotgan gid tarjimonlar imkoniyatidan keng foydalanib, o'zbek madaniyati va san'atini dunyoga yoyishda, albatta, yuqori darajadagi xorijiy tillarni puxta o'zlashtirgan yosh tarjimonlardan ham keng foydalanish nazarda tutilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.